Krediti borlar bilishi lozim. Bank xodimi yoki boshqa to'lov tashkilotining xodimi uyingizga kelib ota-onangizga yoki boshqa yaqinlaringizga kreditingiz haqidagi ma'lumotlarni oshkor qiladigan bo'lsa, 20 milliondan ortiq jarimaga tortiladi. Bilib oling, olgan kreditingiz bo'yicha yoki bo'lib to'lashga olgan mahsulotlaringiz bo'yicha to'lovlarni hayotiy qiyinchiliklar sabab to'la olmayotgan bo'lsangiz, bank xodimi yoki to'lov tashkilotining xodimi kreditni to'lamayapti, kechiktirib yubordi, to'lamasa sudga beramiz deb ota-onangizga yoki boshqa shaxslarga, ya'ni uchinchi shaxslarga ma'lumotlaringizni oshkor qiladigan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46.2-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari, ya'ni 20.600.000 so'm miqdorida jarimaga tortiladi. Shunday ekan, bank xodimlaridan qonunchilik talablariga rioya qilishlarini, kredit oluvchilardan esa majburiyatlarni o'z vaqtida bajarishlarini so'rab qolamiz. Huquqlaringizni bilib borish maqsadida sahifamga obuna bo'lish va krediti bor tanishlarga yuborib qo'yish yodingizdan chiqmasin.